Assalomu alaykum hurmatli tarmoqda kuzatadigan do'stlar. Mana bu oq qo'yni ushlashimizdan maqsad bu birinchi bo'lib so'yamiz. Hammalarga qurban hayit muborak bo'lsin. Bu Rasululloh alayhissalom nomidan bir oylikka ishlaydigan singlimiz. Husnidan shu payg'ambarimizga oppoq qo'y olib so'yingki, Rasululloh xursand bo'lsa, Robbim rozi bo'lsa deganda o'zimizdan mazza qilib xizmatini qildik shu qo'yni ustida. Azizlarim, bugun juma ayyomni hammaga muborak bo'lsin. Ertaga shanba kuni yana bozorga boradiganmiz. Yakshanba kuni yana bozorga borib qo'yni, molini oladiganmiz. Agar ulgurmaganlar bo'lsa, ulgurib qolinglar. Telefon nomerlar qoldiramiz ukalarimizningini. Xo'p, uylaringda qurbonlik qiladigan bo'lsalaring 5 kilomida, 10 kilomida qanchadir qismi qoladigan bo'lsa, mana shu telefon nomer qo'ygan ukalarimizga aytsalaring, olib yetim bolalarga tarqatib beramiz sizlarnikini ham. Xudo xolisa, shu kuchimiz yetgancha xizmatdamiz, aloqadamiz. Hammalaringdan Xudo rozi bo'lsin. Salomat bo'linglar azizlar. Muhammad Abdulloh o'g'li nomidan qurbonligimizni boshladik. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh va Allohu akbar. Ushbu qurbonlikni Ravshanbek qizi Maryam nomidan qabul qiling. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh, Allohu akbar.